Doktor, siz yozgan dorilarni izlab charchadim. Dorilarni topish muammo bo'lyapti. Shu muammoga qanday maslahat va yechim bera olasiz? Bu qizimizning savolini eshitdik. Bu joyda shifokorlarda ma'lum bir holatda kimdir negativ yozishga shoshilib qoladi. Bizi sino izdoshini sizga ajoyib dori qidirish uchun yechimi bor. Bugun rivojlangan, taraqqiy etgan zamonda dorini topish juda ham oson. Marhamat, ushbu programmaga nazar tashlasangiz. Birinchi o'rinda Telegram ilovasiga kirib olamiz va qidiruv bo'limiga oson apteka deb qidiruv beramiz. Birinchida chiqqan botga kirib olamiz va start tugmasini bosamiz. O'zimizga qulay bo'lgan tilni tanlab olamiz. Va undan so'ng biz yashaydigan viloyat so'raladi. Men Farg'onalik bo'lganim uchun Farg'ona viloyatini tanladim. So'ngra mendan qaysi tuman yoki shahar kerakligi so'raladi. Misol uchun men Farg'ona shahrini tanladim. Ishimiz so'ngida menga qaysi dori vositasi kerakligi haqida so'raladi. Men noshpa dori vositasini qidiruv uchun kiritdim va menga aynan noshpa dori vositasining qanday turi kerak ekanligi so'raladi. Menga tabletka kerak bo'lgani uchun tabletkasini qidiruvga kiritdim. Telegram bot bizga 5 ta va undan ortiq dorixona telefon raqamlari, manzillari va ushbu dori bor yoki yo'qligi haqida ma'lumot beradi. Undan tashqari, dorixona telefon raqamlariga aloqaga chiqib, qaysidir dori vositasini bron qilishingiz yoki buyurtma qilishingiz mumkin hisoblanadi. Sizning salomatingizga qayg'uruvchi Sino izdoshi kanalini kuzatib boring va bizga obuna bo'ling.